Assalomu alaykum azizlar. Bugun shahar romanining davomini o'qishni boshlaymiz. 9-bob Beg'amlar shahrida jang. Shundoq bir qo'shinning bostirib kelayotgan shahriga allburun yetib bo'lgan edi. Albatta bunda xabarlarni oldi bilan yiliq cho'lning o'g'ri yo'llarida shaytondek harakatlanib yuradigan savdogarlar yetkazib bo'ladi. Shu topda odamlar shahar sirtiga to'plangan bo'lib, bu kishilarni shaharning cho'ng oqsoqoli, Yontaq oqsoqol tashkillab yuradi. Ay tömürçiler, sizlar mana mavu sepke. Baqqallar avu tarafga. Hey, Selim babka, sen qayoqqa qarab tursan? Jang mana mavu orqangdagi maydonda bo'lmoqchi. Xudoyo, tova. Voy xotinlar, sizlarga bu yerda nima bor? Bu yerda to'y emas, jang bo'lmoqchi, jang. Qani hech bo'lmaganda og'riq siljinglar. deb vaqiraydi oqsoqol kishilar orasida turib. Mana bu taliblarni-chu, ularni nega qo'yamiz? deb so'raydi oldirashchilikda beshidagi sallasi bir tarafga qiyisib ketgan xalpat. Bu odamlarning chiroyi, yurish-turishidan jangga emas, ko'ngillik bir sayliga chiqishgandek ko'rinadi. Nag'ri dumboq chalg'uvchilar havas bilan cho'ka uradi. Karnay sunaychilar qo'zini bo'lishiq ko'ptirib, quloqni yog'dek qattiq ovoz chiqarishadi. Ushshaq bolalar har tarafga qarab yugurishadi. Xuddi bu yerda biror marika bo'layotgandek, yemak-ichmak, ussizlik sotquchilarmi to'pning bir chetiga o'z yoymalarini yeyib ulgurgan edi. Bu alomanni tartibga selishning o'zi bir gap edi. To'mirchining qo'lida bulqa, dehqonning qo'lida ara, yog'ochchining qo'lida to'qmoq. Ish qilib har kim qo'liga chiqqan narsani ko'tarib bu maydonga kelgan edi. Ular hadab bir-biri bilan chaqchaqlashadi. "Ey, safarboyvachchi!" deb varqirdi o'ynaqishib turgan bir arg'amoqni minib olgan savdogarga qarab biri. "Yaxshi itingni minib chiqqaning qaraganda bu yerda bayga bo'ladi deb qolgan o'xshamamsan?" "Ko'rsan", dedi savdogar. "Eli jang boshlanganda men itimni choptirib hammangning oldida bo'laman." "Ey tangay", dedi yana biraylan. "Foydasiga kelib qolsa itingni dushmanga setib qaytamsanki?" "Oy, satrash ustam", deb chaqshatdi qovul bir to'mirchi ustirasini tutib kulkilik holatda turgan urug' satrashga qarab. U Beg'amlar shahridagi eng usta satrashlarning biri edi. "Sen bu ustrang bilan bizga hujum qilib kelganlarning soqol burtini ilib qo'yib xizmat ko'rsatmoqchimisan? Ha 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 ha. Qara, sen ularni tutib yiqitsan", dedi satrach. "Men yiqilganlarning peyni bir-birlab kesib tashlayman. Shuning bilan ular ikkinchilab o'rnidan qo'polmaydi." "Ey, yiqitgan odam uni o'zi o'rnidan qo'polmas qilib tanmamdikan", deb kuldi boshqalar. "Uning qaraganda kaplug'iching yaxshiroq edi", dedi satrashga yana beraylan. "Kaplug'iching bilan har qanday dushmanning quloq tubiga aplab urib turib birini soldigan bo'lsang, tik tushmasa mana men." Shu arada bu yerga soqol buratlari har xil rangda bo'yalgan bir bo'yoqchi kelib qoldi. "Endi bu nima?" deb hayron bo'lib so'rashdi kishilar uning qo'lidagi xaltaga qarab. "Buning ichida Hindistonning tosh bo'yoqi bor", dedi bo'yoqchi jiddiy holda qo'lidagi xaltani sharatlab. "Nima? Sen dushmanlarning soqol burtlaridan o'zingga o'xshash qilib bo'yab chiqmoqchimi?" "Bu bo'yoq", deb tushundirdi bo'yoqchi. "Intayin zarlik. Men uni hujum qilib kelganlarning ko'ziga chachaman. U ko'zni ocholmay tipirlab qoladi-da, qolgan ishini sizlar atlaysizlar." "Men nimishqa o'zimning yilimlarini unutib qoldim-a", deb afsuslandi bir yilimchi. Uning butun badanidan ochiq yilim puruq kelib turadi. "Agar yasagan yilimlarimni ularning yuziga birla surtib tutgan bo'lsam, ko'zi tumaq, og'zini ocholmay qolamdiki." "Qaranglar, qaranglar, bu nima karomat?" deb varqirdi tovus tildigan yo'g'on qing'irqini ko'tarib olgan baqqal. Kishilar u ko'rsatgan tarafga qarashdi. U yerda bir muzduz ish tortadigan ambur bo'lqalarini ikki qo'lda tutib, yog'och qiliblarini bo'yniga isib chiqib kelayotdi. Muzduzning bu g'alit siyoqiga qarab hamma qaytib kulishdi. Yontaq oqsoqol kishilar to'pi ichidan jahon kezdi supurgini tast izlab topdi-da, uni bir chetga tortib: "Hurmatli supurga, sen jahon kezdgan, ko'pni ko'ygan odamsan. Anglasam lashkarlar yaqin orqa yetib kelib chidir tikib to'xtabdi. Sen shahar xalqi uchun elchi bo'lib yurib, ularning otamoni bilan ko'rishib, zodi nima g'araz bilan kelganligini uqib baqsang", dedi. Supurga sur eshigini minib, kishilar to'pidan ayrilib, lashkarlar tarafga qarab mangdi. Orqadan xaloyiqning ovozini, kulki ovozi anglandi. "Hoy, ko'pchilik qaranglar, bizning supurga yana safarga chiqdimi qandoq? Oy, supurga, orqang qayt, hozir jahon kezdigan vaqt emas." Qaranglar, qaranglar, bizning supurga birinchi bo'lib hujumga o'tgan o'xshaydi." Supurga chorliqchi lashkarlar bilan uchrashgan edi. Lashkarlar uni qo'shin bargoh tikkan o'ringa boshlab keldi. Bu yerda choq sungan harvalar, igar jabduq,
Yırtılgan toqumlar çechilip yatatdı. Çedirlar ətrafıga qazan isilgan bulup, u yerdə aşpazlar aldıraç hərəkətlənməkdə idi. Çarçıgan atlar eğir pışıltaydı. Leşkerler çedirlarning soyisiga o'zini tashlab ugitaydi. Süpürgini leşkerler şalang saqal leşker beshi o'ltirgan çedirning oldiga kelib to'xtatdi. Çedir oldida turgan qaravullar süpürgining yollarini aqtirib, uningda odam o'ltirilgan biror qurolning yo'qligiga ishongandan keyin uning çedir ichi kirishiga ruxsat qildi. Çedirning to'rida yonpashlab yotgan shalang saqal beshini ko'tarib supurgiga qaradi. Ustiga ko'nirgan yekdak, putiga yenik kash kiyib, belini poti bilan mahkam bog'lab olgan supurga qarmoqqa shu zamonning qandoqdir bir darvish yoki sehrligarlariga yoki bo'lmasa divonichilikni kasb qilgan tilamchilarga o'xshab ketadi. Nima demsan? Deb so'radi shalang saqal. Beg'amlar shahrining elchisiman, dedi supurga. Elchi? Shalang saqal rusunib o'ltirdi. Elchi bo'lsang, mana bu yerda o'tir. Hurmatli lashkar boshlig'i, dedi supurga shalang saqal ko'rsatgan o'ringa kelib joylashib o'ltirib. Xato tanımagan bo'lsam, ikkimiz ilgari bir yerda uchrashgan-ku deyman. Qachon? Qayerda? Deb hayron bo'ldi shalang saqal. Sen bir chaqlarda bizning shahrimizda mehmon bo'lgan, bir qancha odamlaring bilan meni vaqirab to'xtatib olib, qandoqdir bir bola ko'targan ayol bu vaqt shahzoda to'g'risida savollarni so'rgan emasmiding? Hurmatli lashkar boshlig'i, endi sen shuncha bola qo'shinni boshlab kelib nima qilmoqchi? Shalang saqal oldidagi supurgini esiga oldi va biroz o'ng'aysizlangandek bo'ldi. O'zing bilasan, dedi shalang saqal. Men shahning amrini ijro qilgan odam. Sizlar tarafda daqidunbaqlar chilinib, nima alomat bo'lyotdi? Shaharning fuqarolari sening qo'shin boshlab kelganingdan xabar tepib, shahar sirtiga to'plandi. Nima qilmoqchisan? Maqsadingni ochiq ayt. O'zingga ma'lum. Sening oldingda turg'ani ajoyib bir shahar. Bu shaharning sepilimi, lashkarimi yo'q. U yerga dunyoning hamma yeridan savdogarlar kelib tushib o'tadi. Ah niyat bilan kelganlarga dasturxonimiz yig'liq. Men o'ylaymanki, mundaq mudofiasiz shaharga hujum qilish hech qanday bir shaq sharaf keltirmaydi. Yo'lni o'zing tanla. Mehmon bo'lib kelgan bo'lsang, shahar xalqi kulib qarshi oladi. Urushmoqchi bo'lsang, o'lib tugiguncha jon tikib ilishidi. Supurgining so'zlari shalang saqalni o'ylantirib qo'ydi. U supurgini chiqarib etib, yendikilar bilan maslahatlashdi. Bu shaharni urushib olgan taqdirdami deb maslahat ko'rsatdi bir maslahatchi uningga. Mundaq yiroqdagi shaharni lashkar qo'yib uzun yil saqlab qolmoqning o'zi bir gap. Shundoq, dedi yana bir. Hozir lashkarlar ordi, holsizlandi. Mubodi bu yerda tayoq to'qmoq tutgan xalq bilan urushib yengilib qolsak, buningdan ig'ir sharmandachilik yo'q. Yaxshisi ishni chiroyli hal qilgan tuzuk. Ular uzoq maslahatlashgandan keyin supurgini qayta chaqirtishdi. Sen shahar mo'tibarlariga berib ayt, dedi lashkar beshi shalang saqallarini siypab turib. Urushni xohlamsanglar bizning shartimizmi ig'ir emas. Shahar bizning quyoshdan ulug' shoyimizning homiyligiga o'tadi. Biz uni o'z shaharlarimiz qatorida tizimga olamiz. Shaharga bizdan hokim qo'yiladi. Oqsoqollar shu hokimning qo'l ostida xizmat qiladi. Fuqarolar har yili podshohga boshchilik topshirdi. Bu shartlar ko'nsanglar urush qilmayli qaytib ketamiz. Ko'nmasanglar qonliq jang bo'ladi. Supurgining akelgan xabari shahar xalqini g'ulg'ulga selib qo'ydi. Urush deganning nimaligini ko'rmagan, urush to'g'risidagi hikoyalarni faqat jang nomalardan anglagan ko'pchilikning mushu qiziqchilikda bir urush baqqisi bor edi. Shahar oqsoqollari sal o'ylanibroq ish qilmoqchi bo'lib, shaharning boylarini yig'ib kengash o'tkazdi. Savdogarlar bu ishning foyda ziyon ustida hisob qilishib, urush qilishdan yoltaydi. Agar bu yerda qonliq jang bo'lsa, deb muloyiz qiladi bir savdogar. Shahrimizga savdo uchun har tarafdan kelib ketib turgan karvonlar to'xtaydi, tijoratimiz o'ladi. U chaqda sening shahar sirtiga yangidan sog'an uy imorat, qilgan bog'laringmi vayron bo'ladi, dedi biri. Sening 3-xotiningning ustiga olmoqchi bo'layotgan 4-xotiningning ishimi suvga chilishidi, dedi yana bir aylan. Lashkarlar yetib kelsa oldi bilan sening chiroyli xotinlaringga ko'z tushib turganligi gap. Hey, mening saraydagi mollarim nima bo'lib ketdi? Deb hasrat chekdi bir ig'ir pushildirab. Kimlardir barmoqlar bilan bo'ladigan ziyonni hisoblab, oxirga chiqolmay ovarchilik dedi. Yana ba'zilar bo'lsa, zodi qanday qilish lozimligiga aqlni yetkazolmay, homoqqinicha chekchib o'tiradi. Yaxshisi urush qilmayli, deyishdi savdogarlar oxirida. Yantoq oqsoqolmi o'ylanib, norasidalar, mazlumlarga uvol bo'lmasin, shahrimizda qon to'kilmasin, dedi. Boj siliq degani nimasi? Deb so'radi bir tushunmay. Boj siliq degani ularning podshohiga biz har yili qilgan ish vaqtimizdan pul topshirg'idakmiz. Xudoyo tova, mundaq mushug'liq bo'ldi-kena.
Urush qilamiz desak ziyon texim cho'ng bo'ldi-da. Urush qilmayli deyishdi boshqa mo'tvarlarmi. Ular shahrimizni o'zlarining shahriga qo'shib tizimlamammamdi. Uning kari qanchalikdi? Shundoq bo'lsin deyishdi savdogarlar. Ozg'ina boysilik berib, shahning avatgan begi bilan lashkarlarining qo'sqini baqsaq baqamiz. Uningsizmi shahrimizga har kun kelib ketib turgan musofirlar ozmidi? Shuning bilan beg'amla shahri osmonda paydo bo'lgan qor bulut hech qanday bo'ron chapqin chiqarmayli o'tib ketgandek bo'ldi. Shahar xalqi horg'an lashkarlarni do'stonlik bilan shaharga boshlab kirdi. Chalang soqol qatorliq bir qancha lashkar boshliqlari oqsoqol Yontaqning uyida ziyofatda o'ltirdi. Qolgan lashkarlar shaharning odatda bozor bo'lgan yilq cho'ng maydonida uy-uylardan ekilingan kigiz gilamlarning ustida o'ltirib to'yib tamoqlandi. Chalang soqol yo'l bo'yi o'z lashkarlariga beg'amlar shahridagi chechilib turgan boyliq, naqshchi qizlar, usulchi nozinlar to'g'risida so'zlab, ularni ruhlantirib kelgan edi. Lashkarlar qo'rsiq to'yib, odiq chiqqandan keyin boyliq va hiliq va'da qilingan go'zallarning qarsim ko'rinmayotganligiga qarab ich pishishga boshladi. Kun o'ltirib bargan sari qorong'i tushmoqda edi. Her bir lashkarlar kallasida. Her qachon lashkar boshliqlari bir yerda chiroyli xinimlar bilan payza qilib, yonchuqlarni oltin kumushlar bilan pompaytib atadi. Ayatla bizni bu yerdan quruq qo'l qaytirib mangadi. Har kim o'zining qamini o'z qilish kerak degandek xiyollar agib yuradi. Hammadan oylab xotin yuzi ko'rmagan bu lashkarlarni ayollar bilan yaqinlashishga bo'lgan taqozolik bekrak bearam qilmoqda edi. Lashkarlarning ichidagi martaba sal cho'ngroq ikkisi bir-biri bilan asta pichirlashib, ko'z qisishdida atrof qorong'ulishi bilan asta o'rinlaridan turib, tar ko'chalarning biriga kirib, ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Bu ikki lashkarning urug' kelgan biri peshayvonlik bir ho'yliga tavakkul qilib kirdi. Peshayvon ustidagi yasadoq uylarning birida chiroq yorib turadi. Uy ichida 3 ayol paranglashib o'ltiradi. Ayollar lashkarni izzat bilan to'yga o'tkazib, asta ko'p soldi. Sharob, chilim keltirdi. Urug' lashkari sharobni yetarli ichib chilim tatdi. Chilimning sayg'onatidan ko'tarilgan yop-yeshil is, tomlardagi gilamlar va uyning gullik to'rislarida quyuq bulut tasli qilib agiydi. Lashkar xumolashgan ko'zlarini bir-biridan chiroyli bu xotinlardan uzilmaydi. Ayolning biri soz chanmoqda, biri to'lg'inib usul o'ynamoqda edi. Uchinchisi chilim raslab, sharob qo'yib uni kutmoqda edi. Lashkar o'rnidan turib, xotinlar bilan ko'ngil ichishni shunchalik xohlaydi. Nemishqidir bargan sari eg'irlashib, yerga choplashib ketayotgandek bo'lib, o'rnidan tura olmaydi. Lashkarning ko'z oldiga yeshil yopirmoqlar, kechini bezab turgan yulduzlar, bulutlar orasidan g'uvo ko'rinib turgan oy, to'piliq yo'llarga tushgan daraxt ko'langilari keladi. U o'zining bu yet shaharga nemishqa, nim maqsad kelib qolganligini esiga ololmadi. Bara-bara ko'z oldidagi hamma nima xiralashmoqda edi. Oxirida u bu dunyoni tashlab, qandoqdir bir g'oyiviy olam, xiyoliy tuyg'uning ilkiga o'tib ketayotgandek bo'ldi-da, ko'zlari yumildi. Ayollar bu lashkarni zaharlab qo'yishgan edi. Lashkarlarning ikkinchisi semizlikdan tiqilib, qo'rsaqliq kupkila o'xshab qolgan odam edi. U o'zi hosirab hömidab usib kirgan uydimi, urug' birodardan qizg'in kutib olindi. Bu uyda ikki sohib jamol cho'kan bo'lib, ular savdo ishi bilan yiroq ketib qolgan savdogarning xotinlari edi. Ichib-pishib o'ltirgan xotinlar lashkarni obdan mehmon qildi. Mast bo'lib, ko'zlari xumorlashgan lashkar xotinlarga birga ko'ngil ichish talabini qo'ydi. "Ixtiyoring", dedi xonimlar. "Sen mehmon, sahibxonning vazifasi mehmonni xushal qilib ko'ngilni ilish, ammo bir shartimiz bor. Avval biz bilan chelishga tushsan, qaysimizni yiqitib olsang, shuning bilan ko'nglingni xush qilsang bo'ladi." Lashkarning semiz badani chelishga ancha qolishib ketmaydi. Lekin u ayollar bilan chelish qanchalik ish edi deb o'yladi-da, "Chelishsam chelishay" deb o'rnidan daldang'ishib turdi. Qilich kamarlarini yeshib qo'yib, uyning o'ttirisiga keldi. Uning bilan chelishga tushmoqchi bo'lgan xonimmi, yeshinib, yerim yalang'och holga keldi. Ular bel elishib, bir-birini oldi-keyniga ittiradi. Ayol semiz lashkarning beliga qo'lini yetkazolmay, oxiri uning bo'ynidan, goh mursidan tutib tortadi. Lashkar ayolni belidan obdan qamollab tutib olgan bo'lsa-mu, uni yerdan ko'tarib ololmadi. "Sen putlaringni tashiysiz oldingmi yoki bir absuni o'qotamsan?" deydi lashkar hosirab. Ayollar qaqoqlab kulib uni masxara qilishadi. Oxir lashkar ayolning ustiga o'zini tashlab, eg'irligi bilan uni besib oldi. Shu chaqda ikkinchi ayol lashkarning tashlanib turgan qilichining g'ilofini sug'urib oldi-da, bir urush bilan uning beshini kesib tushirdi.
Һелىقى ikki ләшкәрнىڭ bir ketkinchi qaytib kelmaganligini ko'rgan boshqa ләшкәрләрнىڭ taqti taq bo'lishqa boshladi. Ular bir-birlab shahar ko'chalariga kirib tarqalib ketishdi. Qilishlarini yalang'ochlab, oldiga uchirgan uylarga bostirib kirib, bulangchilikni boshlab etdi. Shaharning itlari bas-bas qavab shaharni chuqonga to'ldirdi. O'yla, ko'chalardan xotinlarning ansiz qiyoqaslari ko'tarildi. Shaharning erkaklari endi bu ishning oxiri nima bo'larkin deb lashkarlarni kuzatib turishgan edi. Birinchi uyga kirgan lashkarning beshini to'mirchi bozg'ini bilan yonjib, uning yuzini gurjakning yuzdek yapaloqlab qo'ydi. Ikkinchi uyga kirgani paxtachining paxta atadigan to'qmoqini yeb yiqildi. Shuning bilan shahar ichida chop-chop, ur-ur boshlanib ketdi. Atrofga tarqalib ketgan qo'shin o'zining jangovarligini butunlay yo'qotgan edi. Ular har bir do'qmush, har bir ko'chalarda voydat selib yiqilishga boshladi. Qaysi bir uylardan ayollar ishtining beg'animi etishga ulgurmagan lashkarlarni qo'g'lab chiqmoqda edi. Ular aslida ayollarning ovoz chiqqan uylarga oldirab ketgandan ishtining beg'ani bo'sh turtibli kirib kelishgan edi. Lashkarlarning halokati to'g'risidagi xabar Yontaq oqsoqolning uyiga yetib kelish bilan lashkar boshliqlarining chiroyida qon qolmadi. Ular oldirg'inicha qolgan lashkarlarni yig'ib, Yontaq oqsoqolni 3 o'g'li bilan bog'lab, Go'ro'ga ilib qochdi. Bu bab nishada oxirlashdi. Davomini davomli o'qiymiz. Rahmat, Allohga omonat.